Diqqat qiling. Ko'rib turganingiz oddiy suv tomchisi, rangsiz, tiniq, kichik. Lekin mohiyatiga qarasangiz u mo'jiza. Suv hayotning o'zi. Inson tanasi, atrofdagi tabiat, dehqonning rizqi, ulkan zavodlar, hammasi suv bilan tirik. Bir tomchi suv ko'zga arzimasdek ko'rinar, ammo millionlab tomchilar birlashib daryoga aylanadi. Bu daryolar shaharlarni obod qiladi, qishloqlarga jon kiritadi, dalalarni yashillikka burkaydi. Endi bir lahza o'ylab ko'ring. Ochiq qolgan bitta kran, behuda oqayotgan suv, e'tiborsiz qoldirilgan nosoz quvur. Bir qarashda bu arzimas xatodek tuyuladi. Aslida esa isrof boy berilgan ne'mat. To'g'ri, zaminimizda suv ko'p, lekin ichishga yaroqli chuchuk suv zaxirasi chegaralangan. Uni yer qa'ridan topish, tozalash, uyingizgacha yetkazib berish zahmatli mehnat va ulkan mas'uliyat. Suvni tejash pul iqtisod qilish degani emas. Bu tabiatga ehtirom. Bu farzandlarimiz kamolini o'ylash. Bu asl insoniy madaniyat. Tish yuvayotganda jo'mrakni yopib qo'yish, quvurni vaqtida sozlash, bog'ni sug'orishda me'yorni bilish. Mana shu oddiy odatlar zamirida katta natijalar yotadi. Suvga beparvo bo'lishga haqqimiz yo'q. Zero suv bor joyda hayot gullaydi. Suv qadrlangan xonadonda baraka bo'ladi. Har bir tomchi zahmatli mehnat. Har bir tomchi ilohiy ne'mat. Har bir tomchi bizning kelajagimiz. Shuning uchun yodda tuting, har tomchi bizga qadrli.